Peshonaning tug'ma balandligi bo'lgan holatda ko'rib turibmiz. Ushbu bemorimizda peshonasi biroz kattaroq bo'lgan. Norma. Bu to'kilish hisobiga emas, o'zi tabiatan shunaqa bo'lgan. Soch ekib, mana peshonani tushirganmiz. Hozir holatini ko'rib turibmiz, juda ham yaxshi. Проживаемость процент, ya'ni o'sib chiqqan sochlarni prosentini oladigan bo'lsak, bu joyda 90% dan baland. Bu nimaga bog'liq? Bemorni uyda qiladigan sochni parvarishi, ya'ni reabilitatsiya period deymiz, asrab avvalish davrini qachonki yaxshi o'tsa, natija shunga yarasha zo'r bo'ladi. Undan tashqari bir vaqt o'zida qoshlari ham ekilgan, hol biroz korreksiya qiladigan joylari bor. Hozirgi holatda juda ham zo'r. Ham qosh, ham soch bir vaqtda ekilgan. Qachonki shunaqa qoshda muammosi bor yoki peshondan tug'ma balandlik bo'lgan holatlarda ayollarda buni to'g'ridan to'g'ri korreksiya qilish yoki to'g'rilatib olish imkoniyati bor. Operatsiyadan keyin qanday o'zingizni bemalol his qiladigan bo'ldingizmi? Ha. Boshda qanaqadir ko'nikmadim. Birinchi chunki meni peshonam keng bo'lgan baribir, o'sha kengligiga o'rganib qolgan ekanman. Boshda salani yuvishga xavotir oldim. Nimaga? Yo'q, qiynalmadim, xavotir oldim. Sekin-sekin hozir vrachlardan zo'r biladigan bo'lib ketdingiz siz. Mana ekilgan sochlarning uzunligi, ekilgan sochlar o'sadimi degan savollarga. Yo'q, kesganman buni. Ito kesilgan. Kesilgan bu. Bundan ortiq yana nima kerak? Mana juda ham zo'r. Bu kesilgan, mana shuncha kesilgan. Bu bemorlarda uyda qiladigan sochlariga, uxotiga bog'liq. Yo'q, o'zim aytganingdek massaj qilishim kerak ekan 15 minut. O'zini направленияsi bo'yicha. Yo'naltirishini o'zgartirish uchun, mana bunaqa tik o'smasligi uchun, yotib o'sish uchun mana shunaqa massajni qildim lekin. Hozir holati zo'r lekin. Shunaqa davom etamiz. Rahmat sizga kattaga. Sizga ham rahmat. Kuzatishda davom etamiz.